Ana shaharlik mehmonlar keldi. Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum. Dada bu nevarangizni qanroq keltirsangiz bo'lmaydimi? Sovqotmaydi mana bizning o'g'ilda. Qarang, ko'ttamiz o'tib ketdi buni. Ya bu sana shaharlik bolalarning tegma nozik bo'ladi. Ha bizlarni qishloq bachalar chaka-chandar bo'ladi. Yuringlar uyga, yuringlar. Zakalonni deng. Oyoq kiyimingni yechma, tushundingmi? Yer zax, shamollaysan, bo'l. Voy tavba. Неужели bu bachalar shamollamaydi, ha? Oy, suv ichaman. Ma qara bolaga suvni to'xta, muzday suv berma, isitib ilitib ber, shunga tomog'i og'rimasin yana. O'zim kasal qilma menga. Munosini. Tishlarim muzlab ketdi. Bolajonlar, sizlarga hozirgi kunda trendga chiqayotgan Polly svecheriliklarni olib keldim. Bu 100% tabiiy mahsulotdan qilingan. Mana bu shokoladligi sanga, mana bu orexligi sanga. Faqat buni yechishdan oldin nima qilish kerak? Qo'lni yuvish kerak. To'pato'g'ri ketdik. Mayli dada, charchamaylar, yaxshi qolinglar. Kelamiz yana. Shamolladimi? Xotin, shaharda bachalarni ming asrab avaylaganing bilan baribir kasal bo'layotganda, lekin bu qishloqda bachalariga balo ham urmas ekan. Haqiqatan bular chaka-chandar ekan. Tu ko'z tegmasin. Ana ne qaravoyim. Rasım dayı dilona